Bugungi obzorimizda Sef Moto brendidan 250 kubli mototsikl. Bu sportivniy, chiroyli, o'zinglar ko'rib turibsizlar. Agressivniy, aerodinamichniy qilib ishlangan. Ko'rinishi 250 kubli mototsiklga ham o'xshamaydi. Bu mototsiklda 250 kublik bitta silindr bor. Водяной охлаждение bo'ladi. Oldi orqa diskasi 17 dyuymli diska. Tormozlari Sef Moto'ning o'ziniki. Oldida 300 millimetrli, orqada 220 millimetrli disk bor. Двухконтурный ABS bu yerda. Oldi orqa ABS alohida ishlaydi. Orqa diskasini ko'rsangiz, bu yerda mono magnitlik. Mototsiklda bakiga 12 litr benzin ketadi, rasxodi 4-5 litr. Quruq holatda mototsiklda vesi 155 kilogramm bo'ladi. Bu juda ham yengil. Razgoningizda yordam beradi. Mototsiklda ishlatilgan texnologiyalar oldida LED lampalar bo'ladi. Orqasida ham hamma chiroqlari LED, zamonaviy. Displeyi TFT displey. Обороtingizni, tezligingizni, benzinni уровенini ham ko'rsatib turadi.